Konditsioner qo'shib 300 km spokon yuraman. Konditsioner qo'shib 300 km. 300. Assalomu alaykum qadrdonlarimiz. Bizni kuzatib boruvchi obunachilarimiz, xudo xolasa yana bitta 10X mashinamizga metan uстановка qildik. Turbina motorga ko'pchilik ijtimoiy tarmoqda bizni shu 10X turbina qo'yganimizni yomonlab chiqib, yaxshi yurmaydi, siltamaydi deb aytayapti ekan. Mana biz ikkinchi mashinamizni qo'ydik. Isbot dalilda klientlardan biroz fikrlarni olamiz. Assalomu alaykum Ilhom aka. Assalomu alaykum. O'zim Chevrolet. Assalomu Sog'ligingiz alaykum. yaxshimi? Charchamaysiz. Haqiqatan bu 10X mashinangiz nechinchi qo'yishingiz? Mana shu 10X turbinaga metan. Ulug'bek sizga men ikkinchi marta kelishim. Ikkinchi marta qo'yishingiz. Bu mana shu o'zimning mashinamga bir oy oldin qo'yib ketganman, bilasiz. Mana shu pandemiyadan qo'yib bergansiz. Mana pandalar bilan qo'yib berganmiz. Original zapchastlar bilan. Original zapchast panda bilan qo'yib bergansiz 5,5 million so'mga. Bir oy oldin o'zim mashinamni qo'ydirib ketdim. Xuddi shunday. Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Chim qishlog'idaman o'zim. Bu ikkinchi mashinamiz. Qashqadaryo viloyati Qamash tumani Chim qishlog'idagi hammaga mashhur bo'lgan Elaziz choyxonani Chef Power Bekzod aka. Bekzod aka, yaxshi keling. Assalomu alaykum. Keling Bekzod aka. Bekzod aka, hozir mashinani qo'yildik, uстановка. Hammasi original qo'yildik. Qanday yurdi mashinangiz? Siltash bormi? Chek yonishi bormi? Yo'q, ha? Yaxshi. Endi Ilhom aka, endi ko'pchilik savol tug'diradi. 10X turbina qo'yibdi, xo'p, qanday yuradi, qancha kilometr yuradi, konditsioner bilan bez konditsioner qanday yuradi? Shunga ma'lumot bersangiz. O'zimda aytadiki, aytganda gapiga nima qilmadida, amalda sinagangan nima. Shaxsan o'zim mana sizdan qo'ydirib ketganimga hozir mana mashinamni 7000 km yurdim, sizdan qo'yganimdan beri. Bitta zapravka qilaman, 90 ming, 95 ming zapravka bo'ladi. 90 talik balonga. 90 talik. Mana shu turbinaga. Konditsioner qo'shib 300 km spokon yuraman. Konditsioner qo'shib 300 km. 300 km yuraman. Siltash yo'q, chek yonish yo'q. Umuman. Tortish yurish yo'q. Agar Qashqadaryo viloyati bo'yicha misol uchun mana shunaqangi masala bo'ldi. Mana turbinaga biz pandemiya qo'ydirib mana shu metan qo'ydirganmiz. Ozgina mashinamizda qanaqadir defekt bo'lyapti yo bir qanaqadir detonatsiya bor desa, meni telefon nomerim 93 775 7700. Telefon qilsanda borib mashinamni haydab ko'radi. Sizga qo'ydirib ketganman. Ha, xuddi shuni aytmoqchi edim. Men og'aynimga mana bunga taklif qilib, siz bilan kelib yana qo'ydirib ketyapmiz. Redline 10X'da eng oxiri 230 million so'mligini olganman aka. Demak, shaharga 300 km konditsioner bilan. Konditsionerda yuribman men. Dalnidachi? Dalnida sizdan zapravka qilib birinchi qo'yib ketgan kunim mana shu yerdan qo'yib, bilsangiz Qashqadaryoda tarvuzimiz bor. O'sha tarvuzga borguncha 330 km yurdim. O'shadagi zapravkadan oldim 80 minglik ustiga ketdi. Dalniga spokon 350 dan oshadi. Nima yuradi? Spokon yuradi. Men shu bemordan qayta bekor kelmayman-da. Sizga rahmat Ulug'bek. Rahmat o'z. Shunaqa masala bo'ladigan bo'lsa, amalda Qashqadaryodagilar bo'lsa menga chiqsin. Bemalol. Mashinani haydab ko'radi. Ko'pchilik bizni ijtimoiy tarmoqda mana shunaqa yomonlayapti, turbina bo'lmaydi, ketib qoladi, yurmayapti, chek o'ynab siltayapti deyapti. Mana shu isbot dalil uchun ularni qarang. Endi nima deydi? Mijozlarning ham gapirish haqqi bor, ular ham haq. Nimagaki oldin haqiqatan ham men o'zimda ham shunaqa ulardagi fikr menda ham bo'lgan. Sababi oldin turbinaga umuman metan qo'yish o'zi mumkin emas edi. O'sha narsa hammamiz miyamizga singib bo'lganda. Shunday. O'sha paytlar bilsangiz propan qo'yardi hamma tabletga. Hozir o'shani o'rniga mana imkoniyati bor ekan, pandemiya chiqdi dedingiz mana zajgenaning o'rniga. O'shandan keyin hozir ko'pchilik xabar yo'q. O'shani hisobiga bular shunaqa deb aytadi. Lekin qo'yganlar meni o'zimning fikrim biladi, mana hozir bekor kelmadi ikkinchi marta. Hammasi cho'tka ko'ngildagidek. Hammasi cho'tka ko'ngil. Endi qaranglar, kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, bemalol bizga aloqa qilinglar. Bizning manzil Sirdaryo viloyati Guliston shahrida Yevropaga joylashgan. Eng yaxshi original zapchastlar bilan qo'yib berdik. Birinchi o'rinda miyamiz o'sha mashhur Avanti 32 ga to'r Polshada ishlab chiqarilgan. Qo'shimcha panda, zajgana surib beradigan narsasi, programmasi yo'qda buni. Uchun panda qo'yildi. Program yaxshiroq yurish uchun. Keyin farsonkamiz Royal firmaniki italyanskiy turmush X original rezerv bilan bo'ldi. Orqa qismiga 90 talik gaz ballonlarini qo'yib berdik. Narxiga keladigan bo'lsak 5 million 500 ming so'm qo'yib berdik. Ushbu zapchastlarimizga 1 yil kafolat garantiyalarni qilib beramiz. Kimga shunaqa sifatli xizmatlar kerak bo'lsa, hali ham benzinda yoki propandan qiynalib yurayotgan bo'lsangiz, bemalol bizga aloqa chiqing. Birinchi o'rinda bizga klientlar manfaati sifatli va original zapchast qo'yamiz. Sog' bo'lsa, salomat bo'lsin. Videoni maksimal tarzda tez 10X da qiynalib yurgan akalarga jo'natib qo'ying. Xizmatlar bo'lsa 24 ga 7 ishlayveramiz. Sog' bo'lsa, salomat bo'lasizlar.